Yoshiga nisbatan kilogramm past, ishtahasi umuman yo'q edi, gijjasi ham bor edi. Gijjala muammosi bor edi. Bo'y o'sishda, ozg'in, injiqida, ishtahasiz, keyin uyqulari yaxshi emas edi. Bo'y pastlik muammosi bor edi. Yaxshi kechasi uxlamaslik ham nerv chiqib ketardi. Asab tizimida muammo bor edi. Shahram G'iyosovni Instagram sahifasida ko'rdim. Keyin a'zo bo'lib, Youtube o'ziga a'zo bo'lib, kommentlarni o'qidim. Hammada ijobiy fikrlar ekan. Instagramdan kuzatdim. Ko'p ham kuzatmadim o'zi. Bir 10 kunlar kuzatib turdimda, keyin qiziqib qoldimda. Biz bu mahsulotni internetdan, Instagramdan kuzatib ko'rdik va qiziqdik. Keyin natijalarini ko'rdik, Instagramdan olingan videolarni ko'rib, biz ham qiziqishimiz ortib, keyin zakaz qildik. Mahsulot haqida mana shu internet orqali ko'rdim, surishtirdim. Shu kommentariyalarni o'qib chiqdim. Hammasi ijobiy, hammasi yaxshi deganligi uchun Allohga tavakkal qilib, biz ham oldik keyin. Mahsulotni olganimizdan keyin ishtahalari ochildi, o'zlari ichib qo'yapti hozir, talashib ichadi. Olganimga 20 kunlar bo'ldi-da, oradan 3-4 kun o'tib o'zlari ovqat so'raydigan bo'ldi. Avval urushib, telefonga qiziqtirib, televizorga qiziqtirib yegizardik. Hozir yo'q, o'zlari ovqat so'rab keladi. Bu vitaminlarni ham, mevaliklarni talashib ichib qo'yadi. O'zi 10 kun ichida bu qizcham 6 kilo bes oldi, darrov 10 kun ichida. Ishtahasi yaxshi bo'ldi. Ishtahasi yaxshi bo'lib, ovqatlash yaxshi bo'ldi. 10 kunda bilinib boshladi-da. Aqliy faoliyatda, immunitetda hammasi ham ko'tarib, yaxshi, ranglarida o'zgarish bo'ldi, fikrlashi, bilimida o'zgarish bo'ldi, yaxshi ishqilib. Ancha bo'ylari o'sdi. Ishtahasi qanaqa? Ishtahalari yaxshilandi, uyqulari yaxshilandi. Siz erta kunda uxlaydigan bo'ldi. Ishtaha ochildi. Ishtaha ochildi. Oyijon qonim ochib ketyapti. Ishtaha ochildi, keyin sekin bo'yiga keldik. Bo'yidan o'sha 2 sm o'sish boshladi. Demak, o'lchab turgansiz bo'ylarni. O'lchadim. O'lchab oldik. Keyin o'sha o'lchasam haqiqatda 2 sm qo'shildi. Demak, ishtaha yaxshi. Uyqusi-chi? Kechasi asab tizimi yo'q, yaxshi. Asablari joyida. Asablari zo'r. Ancha tinchlandi. Mahsulotni olganimdan keyin telefon qilib ma'lumotlar bergandan keyin telefon qilishdi, marafon bo'lyapti, qatnashasizmi deyishdi. Keyin ha, qatnashaman dedim, menga kod berishdi. Telegram sahifasiga o'tdim, shundan keyin telefon bo'ldi-da menga. Va sizga birinchi o'rinni aytishdi. Xursand bo'ldingizmi siz? Marafonda qatnashasizmi deb taklif berishdi. Mayli dedim, qatnashdim marafonda ham. Xudoga shukr, omadli ekanmiz. Va g'oliblikni ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdingiz. Endi bilasizmi, ba'zida shunaqa kommentatorlar bo'ladi, har xil insonlar bo'ladi, tanish bilishchilik qildi, tanishiga berdi, ikkinchi o'rinni deyishi mumkin. Haqqoniymikan? Biz siz bilan tanishmizmi, Nargiza opa? Yo'q. Shuni aniq ayting. Yo'q, biz tanishmasmiz, faqat Instagram orqali, telefon orqali ko'rishib, siz operatorlar bilan gaplashganmiz. Unaqa tanish bilishchilik unaqa bo'lgan yo'q. Sof bo'ldi, haqqoniy bo'ldi va 15 million pulni qo'lingizga oldingiz. Shunday. 15 millionni mana berishdi ham, olishdik. Xursandmiz. Va mamnunsiz bugungi kunda. Marafonda ishtirok etib 3-o'rinni qo'lga kiritdingiz va 10 million so'm pul yutug'ini qo'lga kiritdingiz. Mana hozir pulni ham oldingiz. Xursandmisiz? Xursandmiz. Opajon, mana shunaqa ma'lumot berdilar marafon. Qatnashing siz ham deb tavakkal qilib Allohga qatnashdik. Va nechinchi o'rinni qo'lga kiritdingiz? 4-o'rin. 4-o'rin. Nechta pul mukofotini oldingiz? 5 million. 5 millionni hozir kelishingiz bilan qo'lingizga tutqazdik, to'g'rimi? Ba'zilar qo'rqadi-da, men ham o'zim qo'rqqandim. Ximikat bo'ladi dedi. Zarar dedi, ko'p nimada ham shifokorlardan ham so'rab ko'rsangiz, yo'q, unaqa narsalarga ishonmanglar, internetdagi narsalarga dedi. O'zim ham qo'rqib, lekin boyagi Shahram G'iyosovdan o'zida ko'rgandan keyin ishonchim ko'proq bo'ldi-da, boshqalarga qaraganda. Yurtimizda barcha bolalariga tavsiya beraman, ishonchli, bezarar, haqqoniy hammasi. Nima deydi, ximikatlarsiz, albatta tabiiy, toza tabiiy, toza giyohlardan bo'lgan mahsulot. Hamma ham farzandini chiroyli o'sishini, sog'lom o'sishini xohlaydi. Vitamin mahsulotlarni olinglar. Hech ham adashmas ekanmiz. Tavsiya qilaman. Ziyoni bo'lmadi-yu, foydasi bo'ldi. Foydasi bor. Rahmat. Ham onajonlik tavsiya qilaman. Olishsin, ichirsin farzandligiga. Xudo xolisa avvalo Allohdan shifo. Albatta. Sababsi shu bo'lsa. Yordam bering. Agar sizning ham farzandingizni bo'yi o'smayotgan bo'lsa, gijjasi bo'lsa, aqliy faoliyatdan tengdoshlariga nisbatan ortda qolayotgan bo'lsa, immuniteti past bo'lsa, hoziroq Vitamin mahsulotini xarid qiling. Ishonchlisi shu.